Bugun sizlar bilan jahonda keskin geosiyosiy o'zgarishlar bo'layotgan, davlatlarning suverenitetiga xavf-xatarlar tobora kuchayib borayotgan murakkab paytda uchrashyapmiz. Bunday sharoitda tashqi siyosat sohasidagi faoliyatimizni tanqidiy muhokama qilib, Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyatini yangicha tashkil qilish kerakligini davrning o'zi taqozo qilmoqda. Yaqinda Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomada tashqi siyosat sohasidagi kechiktirib bo'lmaydigan muhim vazifa va ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratganimiz bejiz emas. Tashqi siyosat haqida so'z yuritganimizda 2025-yil ko'p jihatdan natijador bo'lganligini yana bir bor qayd etmoqchiman. Xususan o'tgan yili 26 ta xorijiy davlatga oliy darajadagi tashriflar amalga oshirildi. Yangi tariximizda ilk bor Bolgariya, Finlyandiya, Slovakiya, Serbiya, Iordaniya, Paragvay rahbarlarining O'zbekistonga tashriflari tashkil etildi. Markaziy Osiyo plus formatdagi ko'p tomonlama muloqotlar sermahsul bo'ldi. So'nggi yillarda 11 ta davlat bilan strategik sheriklik munosabati o'rnatildi. Ularning umumiy soni 19 taga yetdi. 3 ta davlat bilan ittifoqchilik munosabatlari yo'lga qo'yildi. Ochiq, pragmatik, puxta o'ylangan va tashabbuskor tashqi siyosatimiz natijasida O'zbekiston global tinchlik va diplomatiya markazlaridan biriga aylanib boryapti. Dunyo hamjamiyati buni tan olyapti. Bu bilan g'ururlansak arziydi va O'zbekiston global tinchlik va diplomatiya markazlaridan biriga aylanishda albatta Tashqi ishlar vazirligi va diplomatlarida, elchilarda katta hissasi bor. Fursatdan foydalanib, fidoyi, halol ishlagan elchilarga, diplomatlarga men o'zim nomidan tashakkur bildirmoqchiman.